Batda tursangiz ho'l bo'lishingiz mumkin, batda quruq bo'lasiz. Batda ovozi chiqishi mumkin, batda ovozi chiqmaydi. Batda do'stlar tevingiz ochiq bo'ladi, batda yopiq bo'ladi. Do'stlar, hozirgi kunda uyga naves qildirish necha pulga tushyapti? Mana shu ko'rib turgan joylarga 26 million so'mga shumkali qilib naves qilib berishdi ekan. Nimasi shumka deydigan bo'lsalaring, qaranglar, bu tomi 3 qavat ekan. 0.4 qalinlikdagi tunik yopishgan, uni tagidan do'stlar stiklovata qo'yishgan, uni tagidan fanera qilishgan. Uni tagidan do'stlar firmalarni ham julli qilib yopib berishgan ekan, listi 1.8. Bundan tashqari profillari do'stlar 6 ga 6 profildan ishlagan bo'ladi. Kraskasiga 5 yil garantiya berishyapti ekan. Samarqandgacha do'stlar bemalol qilib berishaveradi. Samarqandning Ag'ya jicha yo'l kirasiga qo'shilib qolishi mumkin. Narxiga keladigan bo'lsa, Lexanliklar do'stlar 450 ming so'mdan boshlanar ekan, shumkaliklar 180 ming so'mdan boshlanar ekan. Endi bu sizni joyingizni katta kichikligiga qarab turib, cho'tka qilib berishaveradi. Pastda nomer bor, aloqaga chiqaverasizlar. 4 metrga 15 metr uzuni, hamma narsasi ichida bo'lib, ustalarning o'zidan bo'lganiga 26 million so'mga tayyor bo'libdi. Uyda egasi faqat pul sanagan, abetini qilib bergan, tokini topib bergan. Agar siz ham qildirmoqchi bo'lsangiz, do'stlar, pastda nomerga aloqaga chiqing. Sizni sahningiz nechiga nechi, buni kommentariyada yozib keting, sog' bo'ling.